bir olomon oila bilan yashaydi, lekin yolg'iz. Rashk ona bilan o'g'ilni, kelinni o'rtasida bo'lmaydi. Teleseriallarimiz tufayli hozir bilasizmi? Bizda qadimda bo'lmagan, ota-bobomiz hech qachon ko'rmagan 21 ta qusur paydo bo'ldi. Hirsiy sevgi emas bu. Bu toza, musaffo sevgi. Turmush o'rtog'i yaxshi ko'radigan yagona ayolini ko'nglini topishga ham harakat qilish kerak. Biz inson ekanmiz, hayvonlarda bo'lmaydi-ku bu narsalar. Narsaga qurilganligi uchun oilalar buzilib ketyapti-da. Oilalar jamiyatda yaralari deyman. Assalomu alaykum, efirda taraflar. Biz yana siz bilan birgamiz. O'tgan galgi dasturimizda biz mehmonimiz bilan juda bir yaxshi mavzularni ko'targandik. U haqida ham sizlardan ma'lumotlarni yoki ular o'sha podkastimizdan keyin biz ko'p maktublarni oldik va sog'inganimiz Farida Afrozni yana taklif qilganmiz. Xush kelibsiz. Farida opa, bilasizmi, ijtimoiy tarmoqqa kirar ekanman. Sizning u qadar vaqtingiz yo'q. Men ko'proq o'tirganim uchun, bu ish bilan bog'liqligim uchun o'tiraman. Oila bilan gapirgan mavzularingiz yoki erkakni taniyman, ayolni o'rni, erkakni o'rni deganlaringiz juda ko'p tarqadi-da. Nafaqat bizning kanallarda, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookda, hattoki bu haqida tweet yozganlar ham bor, Twitterda qo'yib shu videoni-da. Va yana izohlardan bittasi, eng alamlisi, ertaroq nima uchun men Farida Afrozni mana shu suhbatini eshitmaganman, ajrashib bo'ldim deganlar bor. Keyin men o'yladim, taraflar dasturida oila haqida, ayolni, erkakni o'rni haqida gaplashishimiz kerak ekan. To'g'ri. Avvalchi bilasizmi, oila haqida ota-bobolarimiz o'tirib, bobolarimiz, buvilarimiz vaqti ko'p edi. O'tirgizib, oilaning muqaddasligi haqida qanchalar erkimu, ayol kim, erkak kim, mana shuni tanishtirardilar. Turmushga chiqish nimaligini, borgan joyingda toshday qot degan narsalar, o'sha toshday qotish nima ekanligini tushuntirardilar. Hozir odamlar shoshqin davr ekanmi, bilmayman, men ham hayron qoldim. Ko'chalarda ham, mana ko'chalarda ko'rishgan joylarimizda ham odamlar tutib olib, "Opa, ana bu gapingiz menga yoqdi, mana bu gapingiz yoqdi. Men ertaroq bilganim deydi, men erkakni tanimas ekanman yoki o'zimni tanimas ekanman, ayol kimligini tanimas ekanman. Xatolar, juda ko'p xatolar qilgan ekanman" deb yig'lab yozishyapti. Oila haqida to'xtamay va tinmay gapirishimiz kerak. Chunki u juda ham muqaddas. Bilasizmi, Mironshoh, shunday katta oilalar bilaman-da, to'kis, hamma narsalari bor, lekin baxt yo'q. Inoqlik yo'q, mehr yo'q. Shunday katta amaldor odamlarni bilaman. Ayollarni ham, erkaklarni ham ko'p tanishlarni bilaman. Ularda yolg'iz, bir olomon oila bilan yashaydi, lekin yolg'iz. Tushunadigan, ularni tushunadigan, gaplashadigan odami yo'q. Dunyoda meni gapimga menimcha hamma qo'shiladi. Dunyoda eng katta yutuq bu erkakning yaxshi ayolga uylanishi, yaxshi qizga. Ayolni yaxshi turmush o'rtoq topishi, turmushga chiqishi. Eng qiyini ham shu bo'lsa kerak. Eng qiyini ham, eng katta omadi shu. Aytyapman-ku, juda ham katta rahbarlik ishlarda ishlaydi. Oilada zarracha og'riq yo'q, ayoli bir tenga olmaydi. Yoki bo'lmasa katta qudratli ishlar qilyapti. Tagida mashina, katta rahbarlar, zavod, fabrikalar boshqara turgan ayollarni bilaman. Yolg'iz, turmush o'rtog'iga qarshi. U boshqacha yashaydi, u boshqa. Bitta uyda qo'shnida yashay turganlarni bilaman. Vaholanki ular jamiyatda juda ham obro'li odamlar. Bir tom ostida deng. Bir tom ostida qo'shni bo'lib yashaydi. Bir dasturxondan ovqat yemaydi. Shu qadar bir-biridan charchagan va toliqqan. U nima charchatadi? Odamlarni fikrsizligi charchatadi, ham fikr emasligi charchatadi. Gapiga to'g'ri kelmasligi charchatadi. U ro'zg'or charchatmaydi, yo'qchilik, yetishmovchilik ham bir tomon ular. Lekin muhabbat bo'lsa ular bilinmay ketadi-da. Ana shu mehr yo'qligidan u charchatadi. Ular keyin o'sha
begonada yashaydi. Qachondan beri onasini qizg'onadi qaynonam degan bu Vine deb qo'yadimi, internetda borda shu yoki qanaqadir filmda bor yoki qizini qizg'onadi qaynonam. Mana shunga o'xshagan narsalar borda, qizg'onadi bir nima degan. Rashk deydi, ha mana to'g'ri aytdingiz. Qarangda, men shu gapni eshitib hayratda qoldimda. Ona, qarang, o'g'lini o'sha dunyoga keltirishi bilan yaxshi kelin olib beraman deydi. Baxtli bo'lsin deydi. Shu ona yemay, ichmay, o'zi kiymay kelinga sarpo yig'adi. Va butun er-xotin atrofida qarindosh urug'lar qo'llab-quvvatlab to'y qiladi-da, bir kelinni oladi. Kelin olib beradi o'g'liga. Qanaqa qilib rashk qilsin? Qanday shu gapni ayta olish mumkin odamlar? Buni oti boshqa. Uni oti rashk emas. Rashk er-xotin, erkak va ayolning o'rtasida yoki bir amaldorlar o'rtasida bo'lishi mumkindir, lekin rashk ona bilan o'g'ilni, kelinning o'rtasida bo'lmaydi. İnsanlar to'g'ri tushunishlarini xohlayman. Uni oti yaxshilik. O'g'limga yaxshiroq munosabatda bo'lsin. Ro'zg'ori butun bo'lsin, bolalari aqlli, xushli farzandlar dunyoga kelsin deb gapirilgan gaplar uni ayollar, kelinlar tomonimizdan rashk deb baholanyapti. Unga unday ot qo'yib bo'lmaydi. Hech qachon. Ona hech qachon o'g'lini qizg'anmaydi. Agar qizg'ansa uni uylantiradimi? O'sha yerda yigitni, o'g'lini ayb ko'p. Bitta bizda aytilardiki, bir qo'lingda onani, ota-onangni, bir qo'lingda ayolingni ushlagin deydi. Ana shu tarozini buzib qo'yganidan. Onani uylandi, shuncha ko'ryapsiz, shuncha istiroblar va shuncha xursandchiliklar, shuncha haligi harakatlar evaziga olib kelgan kelini u men qaynanaga kundoshday bo'lib kelib kelsa, qanday ona chidaydi? U to'g'ri yo'lga boshlaydi. Uni har bir gaplarini to'g'ri yo'lga, muqaddaslik, oilani muqaddas ushlab qolishlikka yo'yish kerak, rashkka emas. Rashkni ko'chada qiz ayollardan topsin. Onadan emas bu kelinlarimiz. Nihoyatda kaltabin, kalta fahm, tarbiyasiz, onasi ham shu fikrday bo'lgan qizlardangina chiqadi bu gap xolos. Sizni zamonangizda ham bundan 20 yil, 30 yil avval shu gaplar bormidi? Ya'ni hozir eshityapmiz, avval ham bo'lgan degan tushuncha. Hech qachon. Men mana shu yaqinda rashk so'zini onani o'g'liga nisbatan, kelinga nisbatan ishlatayotganini endi birinchi eshitdim. Mana shu seriallarimiz bor-ku. Biz juda ham millatimizni, ma'naviyatimizni orqaga tortayotgan seriallarimiz, teleseriallarimiz. Tufayli hozir bilasizmi? Bizda qadimda bo'lmagan, ota-bobomiz hech qachon ko'rmagan 21 ta qusur paydo bo'libdi. Odat paydo bo'libdi. Biz bilasizmi, men gapirganim uyalaman. Qaynota kelinga yomon ko'z bilan qarashi degan gapni umuman eshitmaganmiz. Qaynotamizni otamizdek yaxshi ko'rib, kerak bo'lsa oyog'ini bosganmiz, kerak bo'lsa qo'liga suv quyganmiz, kiyimini yuvganmiz. Otamizni qanchalik yaxshi ko'rsak, shuncha yaxshi ko'rganmiz. U ota ham hech qachon yomon ko'z bilan qaramagan, ammo seriallar orqali qilinayotgan, o'ylab topilayotgan, ixtiro qilib qandaydir syujetlari keskinroq bo'lish uchun odamlar ko'proq odamlar ko'rsin deb o'ylab topiladigan narsalar. Bu chet elda ham yo'q bu narsalar. Balki bo'lgandir mingtadan demayman, milliontadan bitta uchrab qolgan bo'lishi mumkindir. U ham bo'lsa o'gay ota bo'lsa. Lekin bu gaplar juda ham fojiali narsalar. Biz har bir so'zni ishlatayotganimizda juda hushyor bo'lishimiz kerak. Rashk degani bu onani o'g'lini kelindan qizg'anish degani emas.
Ajoyib. Va yaqinda bitta judayam taniqli bir ayolni chiqishini ko'rdim internet tarmog'ida. Bilasizmi erkagidan? Haqiqiy chindan kim sevadi? Faqatgina uning onasi. Onasidan boshqa hech kim sevmaydi degan narsani gapirdi. Millionta ayol kuzatib o'tiribdi. To'g'ri, ular oddiy qabul qilgandir, men noto'g'ri qabul qilgandirman. Keyin aytdim. Bu ham xuddi ayollarni gijgijlab qo'yganga o'xshaydi. Yoki erkaklarda boshqa narsani uyg'otganga o'xshaydi. Onamdan boshqa hammasi yolg'onchi, onamdan boshqasi soxta degan narsa uyg'onishi mumkin-ku. To'g'ri. Sevgi emasdir, balki bu ham siz aytgandek, buni nomi boshqadir. O'g'li bilan. Yo'q, sevgi. Haqiqiy sevgi birinchi ko'zini ochib, birinchi muhabbati onasi erkakni. Ko'zini ochib, o'shani qonidan, hujayrasidan paydo bo'lgan. Buni oti sevgi. To'g'ri, sevgi. Lekin u ana bu narigi sevgi emas-da. Ayol bilan erkak o'rtasidagi ishqiy sevgi emas. U emas. Hirsiy sevgi emas bu. Bu toza, musaffo sevgi. Endi agar o'sha hali aytganlarimiz, kelinlarimiz qatoridagi qiz psixologlardir, o'sha aytganingizdek, balki bironta bir ayol gapirgandir bu gapni. Lekin erkak doim onasiga o'xshagan ayolni izlaydi. Qidiradi. Yaqinda bir dugonam ancha o'g'liga kelin izladida. Keyin bitta qiz rasmini ko'rsatdi. Shuni qarasam, bo'ladi dedim. Voy opa, qanday qilib darrov bo'ladi deyapsiz dedi. Sizga o'xshar ekan dedi. Xuddi onasiga o'xshar. Shu qizni yoqtiribdi. Siz endi izlab ko'ring, ayolingizni uyga borib bir qarangda, onangizga o'xshagan juda ham ko'p tomonlari bo'lgani uchun uni hurmat qila boshlasiz, yaxshi ko'rasiz, sevasiz. Onangizga o'xshamadimi, o'shaning uchun ajrashib ketadi. Kelgan qiz marhamat qilib onasiga, o'sha onasi xo'jayini yaxshi ko'radigan, turmush o'rtog'i yaxshi ko'radigan yagona ayolini ko'nglini topishga ham harakat qilish kerak. Hozir bir gapingizdan keyin o'ylanib qoldimda, mana bu seriallar shuncha qusurlarni o'ylab topgan bo'lsa, hali bizni odatimizda bo'lmagan, biz uxlab tushimizda ko'rmagan juda ham haligi kelinni o'g'ri qilishlar, qaynotasini jazmanini, o'zini jazmanini kelin qilganlar, bunaqalar bo'lmaydi hech qanday. Biz inson ekanmiz, hayvonlarda bo'lmaydi-ku bu narsalar. Sal gapirganda, o'ylaganda fikrlashimiz kerak. Bekorga ulug'larimiz aytmaydiki, o'ylashdan avval o'yla deydi. Biz gapirishdan avval emas, yozishdan avval emas, o'ylashdan avval o'ylashimiz kerak. Biz shunaqa millatmiz. Qarang Farida opa, mana shu kinoni ishlab chiqarayotganlar, unda rolini ijro etib berayotganlar, tasvirga olib shu telekanallarda yoki internet kanallarda ulashayotganlarga chora deb charchadik. Mayli, chorani aytmaylik. Ularni dunyoni oldida, shu tabiat oldida o'ziga yarasha jazosi yoki bir javobgarligi bordir kelajakda. Albatta. Qarang, men yaxshi gapni boshladingiz. O'sha qaynota rolini o'ynay turgan aktyorlarga nafratim kuchli. Nafratim kuchayib ketdi. U aytmaysanmi, mayli senga million bersin, senga haqqingni 100 barobar oshirib bersin. Men bu ishni o'ynalmayman, bu ma'naviy buzuq odamlar rolini o'ynamayman deya olmaganiga rejissyor yoki ana qizlarni o'shanday qiliqlar bilan umuman gapirishga ham bilasizmi? Men bu narsalar, bu seriallar ko'rgim ham kelmaydi. Ko'rmayman ham, u haqda o'ylagim ham, gapirgim ham kelmaydi. Chunki meni atrofimda bunday odamlar yo'q. Endi serial ko'radiganlar ham yo'q deysiz. Serial ko'radiganlar ham yo'q. Ular o'zlarini izlaganlar ko'radi. Seriallardan nimaga mashhur bo'lib hammasi? O'ziga o'xshagan fikri buzuq, tani buzuq, jismoniy buzuq odamlargina o'sha yerdan bizga o'xshaganlar bor ekan deb huzur qiladi. Zavqlanadi. Ajoyib. Va yana bir narsa, nima uchun balki qiyomatgacha davom etar, buni aniq bilmayman.
oila haqida nimaniki gapirsangiz shu qadar u ommalashadi va uni yozishadi-da. Masalan, har safar Farid opa o'sha siz aytgandek o'sha yig'i bilan eslaydi, boshqa bo'ladi. Oila shunchalik dolzarb mavzuga aylanib ketdimi deb o'ylayman. Unchalik e'tiborsiz bo'lgan ekanman shekilli-da. Men endi tushunyapman. Shunaqa dolzarblashibdi va siz kabi juda ko'p mutaxassislarimiz, ijodkorlarimiz yoki san'atkorlarimiz gapiradi. Teatrlarda juda ajoyib spektakllar qo'yiladi oila bilan bog'liq, mustahkamlik yaxshi bo'lishidan deb. Davlat siyosatida bugungi kunda oilalar birdamligi, oilalar mustahkamligi haqida qanchadan qancha qarorlar chiqaradi va bular targ'iboti ketadi. Siz o'zingiz masalan senatda qancha Oliy Majlisda. siz o'zingiz mana Oliy Majlis qonun chiqarish bir katta bir maydonida bo'ldingiz. U yerda biz bilmagan qanchadan qancha qonunlar tasdiqlandi va o'sha yerga masalan olib kiriladi takliflar. Mironshoh, muqaddas kitobimizda shunday yozilgan. Erkak va ayol bir-biringizga libosdirsizlar degan. Erkak ayolga, ayol erkakka libosdirsizlar dedi. Demakki, qarang, ayolsiz erkak yalang'och. Erkaksiz ayol demak yalang'och, kiyimsiz ekanda. Ayolsiz erkak yalang'och. Shu qadar u qo'rg'onku. Yoningda bir pahlavon seni himoya qiladigan, hamma narsadan himoya qilib turadigan, ya'ni mehr berib turgan bir zabardast yelka boshingda qo'yadigan, qo'lidan ushlaydigan bir bilak, seni mahkam ushlab turadigan bilak, seni to'g'ri yo'lga boshlab turgan bir ko'z. Qanday yaxshi seni yoningda turgan. Va endi erkak uchun ovqating tayyor, to'shaging tayyor, kiyiming tayyor, hamma narsang tayyor. Bunday uyg'unlik, bunday mutanosiblik, bundan go'zal baxt bormi? Hech qaysi yolg'iz yashab turgan odamlarni ko'ring. Mana dunyoda hozir yolg'izlik kuchayib ketdi, yolg'iz. Rivojlangan davlatlar. Ular bilan gaplashib ko'ring, hammasi baxtsiz. Nimanidir izlaydi, boshqa narsani izlaydi. Bizni baxtimiz ayolimizdan, erkagimizdan va bolalarimizdan topamiz. Va o'shalarga qilgan to'ylarimizdan, o'shalarga qilgan harakatlarimizdan, xarajatlarimizdan rohat olamiz. Bundan qiziq, bundan zavqliroq hayot bormi o'zi? Shuni ayting. Ajoyib. Va aylanib shu internet tarmog'idagi narsalarga taqaladi-da, savol-javoblarga. Bugun hamma jurnalist, hamma bloger bo'lgan, qo'liga mikrofon tutib, xohlagan joyda, xohlagan odamdan savolga tutadi. Oxirgi paytda o'zimni shu kasbimni ham rashk qila boshlaganman-da. Ko'ringan odamdan fikrini olib, uni tarqatib yuborishlik ham olomonni yangi siz aytgandek bir unsurlarni paydo qilishdi. Yosh qiz qayerdandir chiqib kelayotgan, tungi klubni qatlardandir kelayotgan qizga turmushga chiqsangiz nimadirlar desa, gelik olib bersin yoki uylar boshqalar deydi. Gelik $450,000 turar ekan bugungi kunda. Ya'ni bu 5 milliard deganimi? Shundaydi masalan. Hozir qiziqdim-da. Avvalgi qizlar xuddi go'yoki mehr nimaligini ham bilmasdan nikohda o'tirib tushungan bo'lsa kerak deyman-da. Domla tushuntirgan bo'lsa kerak. Seni haqqing bor. Mehr degan. Shuni tushunish uchun ham, shuni eshitish uchun ham o'zi uyalgan, unga aytish uchun ham agar dugonasi, amma xolasi aytmasa, onasi ham uyalgan. Bunchalar parda ko'tarilib ketgan ona bola o'rtasida. Va yana bir narsani aytaman sizga. Qizimga e'tiborsiz ekansiz. Boshqa xonaga chiqib uxlayotganingizni eshityapman qizimdan. Nega unday? Qizim bilan bitta xonada uxlamayapsiz? Kuyov aytibdi. Audio zapis tarqadi. Kuyov aytgan, ishxonamda muammolarim ko'p. Oxirgi 3 kunda o'zim bilan o'zim bo'ldim. Shu narsa holatim ayolimga yoqmasligi uchun degan joyda qaynota va qaynona kelib, meni qizim bilan bir xonada yotmaganing uchun degan janjallar borligi. Bu audio zapislar va videolar. Va mehr bilan bog'liq. Farid opa, yashirin bo'lmasa, agar uyat bo'lmasa, bu savolimga agar javob bersangiz, mehrga nima olgansiz? Talabingiz qanday bo'lgan?
mana Biz talab bugunchi qo'yishni ham bilmaganmiz. bugun mana oilalisiz, hamma narsa yetarli. Nabiralaringiz Alhamdulillah. chet elda tahsil olayotganligi, qizlaringiz, o'zingizni joyingiz, turmush o'rtoq farzandlaringiz hammasi millatga xizmat qilayotgan insonlar taniyman-da. Qalb qo'shnimsiz va qo'shnimsiz-ku. Shunga aytaman, Farida opam nima olgan ekan bunchalar baxtli, juda katta narsa olgan ekanmi? Menga uni narsasi emas, o'sha odamni kimligi muhimroq edi. Bizda hozir agar narsaga qurilganligi uchun oilalar buzilib ketyapti-da. Uni tagida oila, ro'zg'or, to'y, ikkita odamni turmushga chiqishi, qanaqadir mansablar va narsalarga qurilayotgani uchun, o'shani ustida turgani uchun omonat. Shuning uchun ham bir narsa bilan yo o'g'li, yo bu yog'i bo'lib ketyapti. Oilalar jamiyatda yaralari deyman. Boshqa hech narsa deya olmayman. Yoningizda bir yarador odam tursin, qanchalar irganasiz, butun badaniga yara toshib ketgan. O'sha qizini olib ketgan qaynotani ham ko'ring, ichi to'la. Tashqisi yara emasdir. Ichi to'la yara. Yoki rak bo'ladi, yoki davleniyasi oshgan bo'ladi, yoki qandi oshib ketgan bo'ladi. So'rang, qizi qaytib kelgan ota-ona baxtli emas. O'g'li ajrashgan ota-ona yegan ichganini bilmaydi. Ulardan baxtsiz odam yo'q. Shuning uchun ham biz hamma vaqt tengi bilan ilmiga qaraganmiz, zotiga qaraganmiz va ijtimoiy tengligiga qaraganmiz. Bizda doim aytilardiki, qiz bolani o'zingdan yuqoriga bergin. Bir pog'ona sendan yaxshiroq yashay turgan odamga bergin. Qizni, kelinni esa bir pog'ona pastdan olgin. Chunki bu yerda ko'rmagani, seni uyingda ko'rmagani u ko'rib ro'zg'ori bilan mahkam ishlaydi. Ana shunaqa bizning qizlarimiz hozir haligi gelik minib kelgandan keyin u institutda o'qigan, bir davlat ishida ishlayib turgan bir bamani yigitni hisobida oladimi? Hisobiga qo'shadimi? O'ylab ko'ring, tuni kun maishatda yurgan qiz. Ularga muqaddas oila xayf deb o'ylayman. To'g'ri. Xayf. Va chiroyli o'xshatish bo'ldi. O'sha bitta xonada emas degan shu ota-ona qizi bilan qo'shilib gapirib o'tirishlik ichi to'la yiringligi. Bizi bolalarimiz otamiz, dadam, kichkina ukami juda yaxshi ko'rardilar. Masalan, kichkinasini yaxshi ko'rasan, erkalatasan. 1 yoshmi, 2 yoshmi, shirin vaqti. Otalarini oldida qo'liga olmas edilar. Bizni xo'jayinimiz ham dadasini, onasini oldida bolam demaganlar. Agar qo'llarida turgan bo'lsa, onalari kelib qolayotgan bo'lsa, men o'sha oling derdilar. Chunki hayoni qarang-da. Bunday bo'lmaydi. Bu o'sha yergacha boribdi-ya, o'sha yergacha xabardor-a. Bu bola. Men hali gapni to'g'ri nima qildim, qaytmayman bu gapdan. Bu degani gapirgingiz kelmagani hamda. Shunchalar. Hamma narsa xayf. Nafaqat oila. Umr ham, hayot ham. Umr xayf. Hayot xayf. Unga sarflangan davlatni o'qish jarayonidagi pullari xayf. Ota-onaning mehnati, urug' aymog'ini hayoti xayf. Yaratgan o'zi saqlasin, aynan mana shunaqa bir baxtsiz oilalar bilan birlashib qolishlikni va mana shunaqa yiring insonlar bilan o'ralashib qolishlikdan hammaga najot bersin, yaxshi insonlarga. Xo'p, endi har safar kamchilik yoki bu haqida emas, yaxshi oilalarni eng asosiy nima deydi, qonun qoidalari bo'ladi, an'analari bo'ladi. Bugun nabiralaringizni ko'raman, qizlaringizni, o'g'lingiz bilan mana aka-ukada yaxshi gaplashaman. Tug'ilgan kunlarda yoki o'sha yonimizda bo'lganingiz uchun kelib sizdan xabar olgani kelganda yoki ketayotganini ko'rib qolaman. Hech bo'lmasa bir 3 ta narsa aytib bering. Ya'ni yaxshi nabiralaring etagingni to'ldirmoqchi bo'lsa, turmush o'rtog'ing yoningda bo'lishini xohlasang,
va uzoq yillar davomida eng yaqinlaring bilan sayohat yurishni xohlasang yoz bo'yi siz kabi ya'ni mana bu narsalar albatta harakat qilishlarsiz bo'lishi degan narsa. Er xotin o'rtasida bir-birini tushunish kerak. Tushunsa bo'ldi. U jahli chiqqanda bu o'zini bosadi, bunisi jahli chiqqanda bu o'zini bosadi. Qahriga mehr bilan javob beradi. Bo'ldi. Endi keliningiz, kuyovingiz, qizingiz, o'g'lingiz bilan munosabatingizda samimiy bo'lasiz. Hech narsa ikki yuzlamachi, yolg'on bo'lmaydi. Soxtalik aralashmaydi. Uchinchisi nabiralaringiz. Vaqtida tanbeh berasiz, vaqtida erkalatasiz. Vaqtida erkalatishni bilsangiz, vaqtida urishni ham bilasiz. Va aybini o'sha paytda o'zida hal qilasiz. Ana o'shanda nevaralaringiz sizni jon-jondan yaxshi ko'radi. Sizni kutib yashaydi. Meni uyga borishim, ishdaman har kuniga borishim. 5 ta nabiram bor ovozi bilan qichqirib chiqishadi. Bu jonim keldilar dedi. Xursandchi bayram bizga deydi. Bayram qilib berishing kerak edi. Sen qarangda, sen yashayotgan uyda kimdir siqinib yashasa, gapini ayta olmasa, yaxshi ko'rgan ovqatini yeya olmasa, sen kimsan ular uchun? Jalloddan nima farqing bor? Dushmandan nima farqing bor? Shuning uchun ham ularni erkin, seni saltanatingda ular erkin va ozod yashasin va qonunlarni buzmay yashasin. Bo'ldi. Ajoyib. Oila bilan bog'liq mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ajoyib qonun qoida, hattoki o'zim ham yozib oldim, chunki buni Telegram kanalimga joylashim kerak. Bu yoqib qoldi. Va shu o'rinda albatta an'anaga sodiq qolgan holatda she'r eshitsakda keyin xayrlashsak. Bo'ldi. Yana shu kichkina kitobchamdan o'qidim. Kuzak demay, qahraton demay, daydi shamol yelaveradi. Sochdagi oq bilan ishi yo'q, dushanbalar kelaveradi. Sen boshlaysan dilkisho yumush, kimdir rahna solaveradi. Qarabsanki, shanba qolgani dushanbaga qolaveradi. Seshanbada bu ko'zlagan ishdan jumada ham bo'lmassan xolos, bari qolar. Faqat va faqat dushanbada omon bo'lsak bas. Erta turib so'raysan omad, chorshanbadan murod baxsh kun. Zora bitsa yo'q, chala qolar. Dushanbasiz bo'lmaydi yakun. O'tganlarning ruhi madadkor, tilaganing tila payshanba. Yarim umr, yarimta ko'ngil, hayot esa dushanba, shanba. Yugurasan, yelasan horib, ajinlaring taram-taram. Yakshanbada bir kun sultonsan, dushanbaga quldirsan qarab. Ajoyib. Mana she'rim yozganimda dushanbalarda kutmay yashar edim. Ishonsangiz 10-15 yildan keyin xuddi shunday bo'ldim. Hozir bir kun yakshanbamni sultonligimda kutib yashayman. She'r yozganda doim hushyor bo'lish kerak edi. Ajoyib. Hozir bitta she'r o'qib bergim keldi. Bilasizmi, 60 ga kirsang boshqacha bo'lasan ekan. 59 da ham bu fikr bo'lmaydi sizda. 60 ga kirsangiz, davonga tug'ilgan kuningiz o'tishi bilan davondan oshganingizni his qolar ekansizda. Bu juda ham g'alati tuyg'u ekan. Shuning uchun ham o'ylaymanki, buni 60 ga kirmaganlar eshitmasinlar. 60 dan oshganlar eshitsa tushunadi. Ular tushunishadi. 60 dan oshganlarga she'r. Dunyo qaridimi? Yo men qaridim? Negadir hammasi eskiga o'xshar. Kulib bo'linganday, yig'lab bo'lingan, go'yo yer shari ham kaftimda titrar. Dunyo qaridimi? Yo menmi, yo Rab? Otamning, onamning yoshiga yetdim. Umr deganlari shumidir nahot armonlarning
chohiga ketdim. Kuylab bo'linganday ishqning navosi, aytib bo'linganday eng aziz chorlov. Muallaq ruhimning ortidan chopdim, tolidim, charchadim, sochlarim garov. Yuragim og'riydi, sanchadi ko'ksim. Boshim qo'yolmaslar hanjar zorimga. Ortimga yo'l yo'qdir, oldinda gumon. Dovdir vaqt zor emas mening zorimga. Dunyo qaridimi yo menmi, ayting. Ayting axir nega har sir namoyon, har kuni kimdandir qoladir ko'ngling. Yengillab bormoqda bu kuzgi karvon. Hayratga solmaydi fasllar raqsi, hayratga solmaydi fasllar raqsi. Ehtiros to'lqini ketsa qaytmaydi. Dunyo safsataga to'lgani, biroq senga kerak so'zni hech kim aytmaydi. O'qib bo'linganday qismat kitobi, besh qo'lday ayondir taqdir ko'rgulik. Bir hovuch kul qoldi umrimdan nishon va bir so'z qolmadi yonib aytgulik. Shukrim singib ketdi so'ngaklarimga, shukrim singib ketdi so'ngaklarimga. Sabrim darchasidan seni tanidim. Allohim ming yilki so'rayman qaqshab, dunyo qaridimi yo men qaridim. To'g'ri, men bu narsalarni hali his qilgani kechdir, lekin bilasizmi, siz 60 toshgalar eshitsin deb balki noto'g'ri aytgandirsiz. Yoshlar ham bemalol ko'p narsa tushunsa bo'ladi. Siz 600 ga kirgansiz. Shu o'rinda dasturimiz aynan mana shu go'zal she'r bilan yakunlaymiz. Xush kelibsiz, sizni sog'inib qolamiz. Salomat bo'linglar. Dunyo safsataga to'la, biroq senga kerak gapni hech kim aytmaydi. Shu joyi. Mikrofon